Tinglang sizga so'ylayin Robiylar rivoyatin. Fikr etib so'ngra uni anglarsiz kifoyatin. Bir muallim yashabdi, qay zamondur noma'lum. Hasb holi ne bilmam, bir kasb kori ma'lum. Saboq berdi, dars berdi, donishmandu dahoga. Umri bitib nihoyat ketdi Dorul Baqoga. Tumonut xalq shogirdlar borar qabriston tomon. So'nggi yo'lga kuzatdi muallimni olomon. Yo'l yurdi u xo'p uzoq, ko'rinmasdi zohiri. Sirot ko'prigi sari keldi ustoz oxiri. Bilardi u shu yerda azmu ajr nafligin, gunohkorning ko'prikdan yiqilmog'i naqligin. Balki domla fanoda g'ofilroq banda bo'lgan, ehtimol dars chog'lari namozi kanda bo'lgan. Orttirib berolmagan zakot fidya munosib, yashab o'tdi bir umr haju umra benasib. Kimnidur koyigandur ilmu urfan bobida, qancha gunoh borligin bilmasdi hisobida. Qiyomatda so'roqda bilmam qandoq so'z olar, maktab ilmi deb ba'zan qazo bo'lgan ro'zalar. Og'ir o'yga cho'mdi u, botdi g'amning yoshiga. Nahotki yetolmasam qil ko'prikning boshiga. Oldinda esa o'sha ikki dunyo aroroq, qilichdan ham o'tkirroq, qildan ham ingichkaroq. Vahm solardi g'oyat, tubsiz jarlik haybati. Yetib keldi nihoyat muallimning navbati. Ko'zlarini yumdi ustoz, fosiq xayol surmay deb, qil ko'prik ostidagi jahannamni ko'rmay deb. To'zg'igan xayollarin yig'di bemajol xasta. Qo'rquvdan chekib ozor, ko'zlarin ochdi asta. Bilmadi qancha vaqtin xayollarga yo'rg'abdi. Ne ko'z bilan ko'rsaki sirot yo'li tugabdi. Jannatning ostonasi ko'ringani haqiqat. Qil ko'prikda yo'l yurdi rosa 45 daqiqa. Nahot yetdim behishga, taqdirim qutlug' ekan. Demak foniy dunyoda gunohlarim yo'q ekan. Shu choq arshi avlidan kimdir bir vahiy dedi, ey muallim aslida gunohlaring ko'p edi. Qil ko'prikdan o'tmoqqa senga toli yor ekan. Ta'limingni olgan ko'p shogirdlaring bor ekan. Sirot ko'prigi uzra birga o'tishdi ular. Har bir gunohing uchun yelka tutishdi ular. Hayratda qotdi ustoz toli kulganiga. Allohga ming hamd aytdi muallim bo'lganiga.